Yo xudo, Habib bu senmi? Hamma afsonalar to'planibdi. Hammaga salom. Tanishganimdan xursandman. Ha, uzr. Men seni tushundim. Habib UFC jangchisi. Seni ko'rib turganimizdan xursandmiz, Habib. Andrey, qalaysan? Men yaxshi, senchi? Sen PSG muxlisimisan? Ha, albatta. Qanchadan beri? Qachondan beri muxlissan? To'g'risini aytsam, bolaligimda Real Madrid muxlisiman. 1998-yil otam bilan birinchi Chempionlar Ligasi finalini ko'rganmiz. O'shanda Juventusga qarshi o'yinda Predak Mijatovic gol urgan. Lekin 6-7 yildan beri deyarli PSJning har bir o'yiniga kelyapman. Bu nafaqat muxlislik, balki do'stim Nasrni qo'llab-quvvatlashdir. Esimda bu yigit meni ranjitgan. Nega? Qachon unday qildim? 2006-yil Real Madridga qarshi o'ynaganingda. Arsenal haqida gapiryapsanmi? Ha, bunaqasi bo'lib turadi. O'ylaymanki, sen juda xafa bo'lmagansan. Yo'q.